Kelin. Ha, kelin. Labbay oyijon. Va 1 soat bo'ldi choy etganimga. Oyijon, men ham 10 ta qo'lim yo'q. Harakat qilma hammasiga ulgurishga. Voy, tilingiz burrodi, hamma narsaga javob topasiz-a. Choy quyib beraymi? Kerak emas, o'zim ham quyib ichiraman. Cho'laqan qani o'g'lim kelsin. Voy. Damlagan choyini qaranglar. Voy, kelin. Nima bu? Yo qora choy emas, yo ko'k choy emas. Oppoq suvab ketdi menga damlab. Ah, bo'lmay qoldi endi. Endi o'g'limga yetib, dodingni bermasam sani haddingdan oshib ketibsan sen kelin. Bismillah. Assalomu alaykum onajon. Onajonim yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Charchamasdan? Ha, rahmat o'g'lim. Choylarni ichib. Mana choy ahvolini ko'rgin. Choymi shu? Yo'q, suvmi? Buni qara, oppoq suv olib kelib berdi menga. O'zi xotining o'zgarib qolgan. Tillari chiqib, menga gap qaytaradigan bo'lgan. Bir gaplashib qo'ymasang bo'lmaydi. Hozir. Mana shunaqa ham choy beradimi qaynanaga? Hozir o'zim tunobini tortib qo'yaman ona. Qaytib sizga qara olmaydigan, og'zini ocha olmaydigan qilib qo'yaman. Ha, onasi? Sizmisan? Tinchmisan? Yaxshi, rahmat. Oyimlar nima dilini ortyapsan? Voy dadasi, darrov sizga yetdilarmi? O'zi oxirgi payt shunaqa injiq bo'lib qolganlar. Men ish qilaymi, kir yuvaymi, choy damlaymi, nima qilay? Bilasanmi? Sen ikki labing bir-biriga tegib turganda, sendan go'zali yo'q. Doim shunday yurgin, senga yarashadi. Hop. Ha, o'g'lim, tinchlikmi? Tanobini tortib qo'ydim. Sizga gapirish tugur, ikki labini ocha olmaydigan qilib qo'ydim. Voy, o'zim malpamisan. Ona topilmaydi. Boringiz ishga oling. bolam. Oyijon, choy yangilab bering. Ha, yangilikda oppoq choy olib kelganingizdan keyin. Kechirasiz. Voy, bu javoblabsan shekilli. Lavlarini uchida gapiryapti. Keling qo'shni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Voy, namichi kayfiyatlaringiz a'lo. Qo'shni. Shu xursandsiz? Buyuring. Kelinimni tili chiqib qoluvdi. Ha. O'g'lim labini ocha olmaydigan qilib qo'ydi. Shunaqa. O'g'illaringiz o'zi yaxshi-de. Zo'r tarbiyalab qo'ygansiz-de farzandlaringizni. Rahmat, rahmat.